Agar ko'p ishlayotgan bo'lsangiz, lekin daromadingiz baribir oshmayotgan bo'lsa, bu sizga yetarlicha harakat qilmayotganingizdan emas, balki ko'p narsani ustida ishlayotganingizdan. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, oldingizga ko'p maqsad qo'yayotganingizdan. Nimaga bunaqa deyman? Chunki bundan 5 yil oldin oldimga juda ham ko'p maqsadlar qo'yardim. Ya'ni ko'proq pul topish, oyiga 10 ming dollar daromadga chiqish, mashina olish, uy olish, sayohatga chiqish, sport bilan doimiy shug'ullanib, chiroyli qomatga ega bo'lish. Ya'ni bir vaqt o'zida hayotimning hamma sferasini yaxshilashga harakat qilardim. Lekin yil oxirida hech qaysi bir maqsadimga erisha olmasdim. Undan keyin esa maqsad qo'yishni va fokus bilan ishlashning eng muhim sirlarini o'rganganimdan keyin hamma narsa o'zgardi. Bugungi videoda sizlar bilan aynan shu maqsadni to'g'ri qo'yish va fokus bilan ishlashdagi eng muhim sirlar bilan bo'lishmoqchiman. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bugungi videoda siz nima uchun ko'p ishlasangiz ham daromadingiz oshmasligining sababini bilib olasiz va qanday qilib qisqa muddatda maqsadingizga erishish mumkinligi haqida gaplashamiz. Demak, boshlaymiz. Birinchisi, nima uchun siz ko'p ishlasangiz ham hech qanaqa natija bo'lmaydi yoki daromadingiz oshmaydi. Bu holatda muammo sizni ko'p yoki kam ishlashingizda emas, balki vaqtingiz va energiyangizni qayerga yo'naltirayotganingizda, ya'ni to'g'ri taqsimlashingizda. Juda ham ko'pchilik men ishlayapman, harakat qilyapman deb o'ylaydi. Lekin aslida ular shunchaki qanaqadir ish bilan band bo'ladi xolos. Ya'ni bandlik bor, progress bor. Bandlik bo'lsa ish qilasiz, nimadir bilan band bo'lasiz, lekin hech qanaqa rezultat, natija bo'lmaydi. Progress bo'lsa siz nimadir bajarganingizdan keyin, qaysidir vazifani bajarganingizdan keyin sizda o'lchasa bo'ladigan qanaqadir natija bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bandlik bilan progressni qanday qilib ajratib olsam bo'ladi? Buning uchun alohida belgilar bor. Ya'ni bandlikning o'zining belgisi bor, progressning o'zining belgilari bor. Bandlik belgilari. Birinchisi, qilish kerak bo'lgan ishlar ko'p. Agar sizda qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ko'p bo'lsa, demak birinchisi bu bandlik signali. Ikkinchisi, proyektlar soni ko'p. Uchinchisi, ko'p ishlash, kam tugatish. Ya'ni siz har kuni qilishim kerak bo'lgan ishlarni deb yozasiz, qilishim kerak bo'lgan ishlar deb ro'yxatini yozasiz, lekin tugatgan ishlarim degan ro'yxat juda ham kam. Undan keyingisi ko'p chat va suhbatlar. Ya'ni siz muloqot qiladigan insonlar ko'p va gaplashadigan insonlaringiz ko'p. Bu bandlik belgilari. Ikkinchisi progress belgilari, ya'ni o'sish belgilari. Vazifalar soni kam. Ya'ni odatda siz muhim ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va to'g'ri maqsad qo'ygan bo'lsangiz, sizda vazifalar soni kam bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi. Ikkinchisi, bitta yo'nalishda o'sish. Ya'ni insonni qanaqadir katta natijaga erishishni hozir tushuntiraman. Bitta narsaga yo'naltirish kerak fokus va energiyasini. Agar bir nechtaga yo'naltirsa, natijavilik pasayib boradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Agar siz bir nechta yo'nalishga o'sish harakat qilsangiz, hech qaysi birida o'sish bo'lmaydi. Bitta yo'nalish bo'lishi kerak. Keyingisi, bitta metrga yaxshilanyapti va uni biz nazorat qila olamiz va keyingisi kamroq lekin aniq ish va oxirgisi tugatishlar soni ko'p. Ya'ni sizda bajarildi degan ishlaringiz soni juda ham ko'p. Bular progress belgilari. Endi hozir videoni prosta pauza qiling va siz qaysi tomondasiz? Sizda bandlik belgilari ko'proqmi yoki progress belgilari ko'proqmi? O'zingiz uchun o'ylang. 1 daqiqa vaqt. Undan keyin videoni ko'rishni davom ettiring. Demak, davom etamiz. Buni sizlarga bitta metafora bilan tushuntirib bermoqchiman. Tasavvur qilinglar, lupa. Lupasiz prosta quyosh nuri tushadigan bo'lsa, qog'oziga hech narsa bo'lmasligi mumkin. Lekin biz uni lupani qo'yib, quyosh nuriga to'g'ri yo'naltirib, barcha quyosh nurini bitta joyga yo'naltiradigan bo'lsak, bitta kichkina joyga, u qog'ozni yoqib yuborishi mumkin. Xuddi shunaqa. Endi lupani biz fokus, insonning fokusi, diqqat e'tibori deb oladigan bo'lsak, agar siz diqqat e'tiboringiz, fokusingizni tarqatadigan bo'lsangiz, bir nechta proyektlarga tarqatadigan bo'lsangiz, bir nechta ishlarga, vazifalarga tarqatadigan bo'lsangiz, hech narsa bo'lmasligi mumkin. Ya'ni katta natija bo'lmasligi mumkin. Lekin bor fokusingizni bitta joyga yo'naltiradigan bo'lsangiz, juda katta natija, ya'ni yondirib yuborish mumkin. Katta natijani ko'rishingiz mumkin. Xulosa nima? Energiyangiz tarqoq bo'lsa, ya'ni insonda aqliy energiya degan narsa bor. Ya'ni siz o'zingiz biologiyangizdan tashqariga chiqa olmaysiz. Misol uchun, sizni aqliy energiyangiz 4 soat ishlashga yetadi. Siz hech qachon 8 soat ishlay olmaysiz. Ishlasangiz ham keyingi 4 soat hech qanaqa samaradorsiz ish bo'ladi, hech qanaqa natija bermaydigan ish bo'ladi. Siz o'zingiz biologiyangizdan chiqa olmaysiz. Shuning uchun agar energiyangiz tarqoq bo'lsa, kuch sezilmaydi. Ya'ni qanaqadir aniq ko'rinadigan natija bo'lmaydi. Fokus bo'lsa, energiyani bitta joyga yo'naltirasiz va o'sha nuqtani teshib o'tasiz. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni maqsadga erishishdagi eng muhim narsa, demak nima ekan? Bu fokus ekan. Misol uchun, yana bir misol keltiraman. Bir vaqtda o'zi 4 ta proyekt qilishga ulguraman deb o'yladingiz. Misol 4 xil biznes boshladingiz yoki siz qanaqadir marketing mutaxassisida 4 ta proyekt bilan ishlashga qaror qildingiz. Katta ehtimol bilan hech qaysi biridan natija qila olmaysiz. Nimaga natija qila olmaysiz? Nimaga bu narsa ishlamaydi? Chunki sizda task switching degan narsa bor. Bu bir vazifadan boshqa vazifaga o'tishlar soni sizda ko'payadi. Ya'ni bitta ishni bajarayotgan paytingizda ikkinchi ishga o'tib ketib qolasiz, ikkinchisini bajarayotgan paytingizda uchinchisiga o'tib ketib qolasiz, uchinchisini bajarayotganingizda yana ikkinchisi kelib qoladi. Nimani hisobiga?
Chunki sizda proyektlar soni ko'p va proyektlar sonidagi vazifalar soni ko'p. Va odatda task switching, ya'ni vazifadan vazifaga o'tish nimaga ko'payadi? Odatda oldingi vazifalaringizni qilmaganingiz hisobiga yig'ilib boradi va vazifadan vazifaga o'taverasiz. Va bu holatda hech qaysi vazifa oxirigacha bajarilmaydi. Bir vazifadan boshqa vazifaga o'tish nimasi yomon? Birinchisi, vaqt yo'qotasiz. Ya'ni bitta vazifani bajardingiz, ikkinchisiga o'tdingiz, unga kirishib olish sizdan qanchadir vaqt talab qiladi va vaqtingizni yo'qotasiz. Ikkinchisi, xatolar soni ko'payadi. Nimaga? Chunki sizda qilishingiz kerak bo'lgan vazifalar soni ko'p va energiyangizni ajratish kerak bo'lgan vazifalar soni ko'p. Bu narsa xato qilish imkoniyatini, ya'ni ehtimolini oshiradi. Keyingisi, aqliy energiyangiz yetmaydi. Boya aytganimdek, biz biologiyamizdan tashqariga chiqa olmaymiz. 4 soat ishlashga energiyamiz yetsa, bo'ldi. 4 soatdan ortiq ishlay olmaymiz. Biz energiyani qayta tiklashimiz kerak. Bu holatda esa sizda aqliy energiya yetmaydi va tez charchab qolasiz. Charchoqni kuchaytirasiz. Keyingisi esa fokusingizni yo'qotasiz. Endi fokus nima? Fokus bu ko'proq ishlash emas. Fokus bu kamroq almashtirish. Ya'ni ko'pchilik nima deb o'ylaydi? Men ko'p ishlasam, men fokus bilan ishlayapman deb o'ylaydi. Aslida esa siz ishlash paytingizda farqi yo'q, necha soat ishlasangiz, bitta ishdan ikkinchi ishga o'tmasdan bitta ishni tugatishingiz bu fokus bilan ishlash hisoblanadi. Ya'ni vazifalarni almashtirmaslik. Yana bitta narsa, fokus bu nima qilish kerak degan savolga javob bermaydi. Misol uchun odamlar, "Bo'ldi, men fokus bilan ishlayman, nima qilishim kerak?" o'ziga oldiga savol qo'yadi. Aslida esa fokus bilan ishlashingiz uchun nima qilishim kerak emas deb oldingizga savol qo'yishingiz kerak. Ya'ni birinchi qilishingiz kerak bo'lmagan ishlarni ajratib olasiz. Undan keyin esa sizda asosiy muhim bo'lgan, qilishingiz kerak bo'lgan ish qoladi. Endi fokus bilan ishlash uchun nima kerak? Eng muhimi bu prioritet kerak. Boya aytganimdek, fokus bu hamma narsani qilish emas, eng muhim narsani qilish. Eng muhim narsa esa bu prioritet deb ataladi. Ya'ni prioritet bu birinchi o'rindagi eng muhim vazifa. Endi sizga savol. Sizni hozirgi kundagi eng muhim prioritetlaringiz nima? Ya'ni oldingizga qo'yilgan eng muhim vazifalar nima? Yana pauza qiling, 10 soniya. O'zingizga o'zingiz savol bering. Eng muhim vazifam, qilishim kerak bo'lgan vazifalarim nima? Agar javobingiz bittadan ko'p bo'lsa, demak sizda prioritet yo'q. Ya'ni mana shu savolga hozir pauza qilib bir nechta javoblarni bergan bo'lsangiz, demak katta ehtimol bilan sizda prioritet yo'q. Prioritet bu bitta narsa degan. Ya'ni bizga prioritetlar kerak emas, bizga bittagina prioritet kerak. Buni qanaqa bilsak bo'ladi? Bitta metrika bilan o'lchasa bo'ladi. Bitta yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni turli xil yo'nalishda emas, bitta yo'nalishda bo'ladi va qolgan hamma narsani unutishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qachon siz menda muhim narsa bor, menda prioritet aniq deya olasiz, qachonki sizda bitta metrika bilan o'lchasa bo'lsa, u narsani, ikkinchisi bitta yo'nalishda bo'lsa va qolgan hamma narsani unutgan bo'lsangiz. Boya aytganimdek, videoning boshida bundan 5 yil oldin juda ham oldimga ko'p maqsad qo'yardim. Chiroyli tashqi ko'rinishim bo'lishi kerak, sport bilan shug'ullanishim kerak, oyiga 10 ming dollardan ko'proq pul topishim kerak, yangi skilllar shakllantirishim kerak, ya'ni o'sha jamoani boshqarishni o'rganishim kerak, sotuvni o'rganishim kerak, marketingni o'rganishim kerak degan narsalar bo'lardi miyamda. Yoki uy yoki mashina olishim kerak, bu yil maqsadim ko'proq pul topaman, uy olaman. Misol uchun oyiga 10 ming dollar topaman, bunchasini qanchadir qismini uy olishga, qanchadir qismini mashina olishga, qanchadir qismini sayohatga ajrataman degan oldimga maqsadlar qo'yardim. Lekin hech qaysi biri ish bermagan. Nima uchun? Chunki bu holatda maqsadlar soni ko'p, menda prioritet yo'q. Ya'ni menga qaysi biriga aqliy energiyamni sarflayman, qaysi biri bilan men shug'ullanaman va eng katta natijani beradi degan savol oldimda bo'lmagan. Ya'ni prioritet eng muhim vazifa aniq bo'lmagan. Qanday qilib prioritetni aniqlash mumkin? Men aniqlayman. Buning uchun bizga Big Domino yordam beradi. Big Domino nima? Juda ham oddiy savol bilan aniqlaysiz bo'ladi. Big Domino nimaligini? Bu nima qilmasam qolgan barchasini qilishning foydasi yo'q. Ya'ni siz oldingizda bir nechta muhim vazifalar bor. Qaysi birini qilmasangiz qolganlarini qilishingizdan foyda yo'q. Shuni aniqlab olishingiz kerak. Misol uchun, meni holatimda o'sha 5 yil oldin sport bilan shug'ullanish, ko'proq pul topish, skill shakllantirish, ya'ni skill shakllantirish deganda sotuvni, marketingni, biznesni o'rganish bu skill. Uy yoki mashina olish, sayohat qilishlarning ichida eng muhimi men uchun skill shakllantirish bo'lgan. Ya'ni men marketingni o'rganishim kerak, sotuvni o'rganishim kerak, jamoani boshqarishni o'rganishim kerak bo'lgan. Nimaga desanglar, bularsiz men ko'p pul topa olmayman. Bularni o'rganmasam men katta daromad qila olmayman. Katta daromad qila olmasam, sport bilan shug'ullanishga menda imkoniyat bo'lmaydi. Har doim men pul topish haqida o'ylayman. Sport bilan shug'ullanishga ham даже meni pulim bo'lmaydi. Yoki uy olishga meni pulim bo'lmaydi. Mashina olishga meni pulim bo'lmaydi. Sayohat qilishga meni pulim bo'lmaydi. Demak, eng muhimi men ko'proq pul topishim va eng ko'proq pul topishim uchun eng muhim vazifa bu meni skill shakllantirishim. Shuning uchun men skill shakllantirishni olganman, qolgan hamma narsani chetga surib qo'yganman. Mayli men chiroyli tashqi ko'rinishga ega bo'lmay, mayli men ko'p pul topmay, mayli men sayohat qilmay, mayli men uy olmay, mayli men mashina olmay. Lekin menda
bu yil davomida skill shakllantirishim kerak degan oldimga maqsad qo'yganman. Shuning uchun ham mana 2021-yil, 2022-yil mana rasmdan ko'rishingiz mumkin. Faqat o'tirib ishlaganman. Marketingni o'rganganman, sotuvni o'rganganman, jamoani boshqarishni o'rganganman va hokazo. Ya'ni biznesdagi eng muhim vazifalarni, bo'limlarni o'rganishga ko'proq fokus qaratganman. 2021-yil, 2022-yil menda o'sha yaxshi skill shakllangandan keyin 2023 va 2024-yilda ko'proq pul topish haqida o'ylaganman. Ya'ni mayli men sayohat qilmayman, mayli men hech qanaqa pul olmayman, pul topmayman, mayli men deylik yig'ib qo'yib mashina olmayman, uy olmayman. Asosiy fokusimni ko'proq pul topishga, ko'proq pul topsam ham uni yanada ko'proq pul topishga, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, o'zimning bilimimga sarflayman. Kurslar sotib olaman. Chunki o'sha paytda men orzum bo'lardi 5 yil oldin dunyodagi eng kuchli biznes egalarida o'qish. Lekin ularning kurslari 2000, 3000, 5000 dollar turardi. U paytda menda unaqa pul bo'lmagan. Va 2023-yil va 2024-yil ko'proq pul topishni boshlaganimdan keyin yana o'sha bilimimni oshirish uchun, yanada kattaroq daromad qilish uchun bor topgan pulimni o'qishlarga sarflaganman. 2023-yil, 2024-yil biznesdagi hamma o'zimizga kerakli bo'lgan asosiy qismlarni o'rganganimdan keyin, jamoa shakllantirgandan keyin jamoa bilan daromad qilishni boshlaganmiz. Ya'ni biznes o'sishni boshlagan. 2025-yil bo'lsa, bo'ldi. Men bu yil asosiy vazifalarning 70-80% qismlarini jamoa orqali qila olaman. Ya'ni men o'zim qilishim shart bo'lmagan. Shuning uchun ham oldimga maqsad qo'yganman. 2025-yil men sport bilan shug'ullanaman. Sog'lig'imga ko'proq e'tibor qarataman, sayohatlar qilaman va katta xaridlar qilishim mumkin bu yil degan maqsadlarni oldimga qo'yganman. Ya'ni 2025-yil menda ko'p pul topish muhim bo'lmagan. Sayohat qilish, sport bilan shug'ullanish va katta xaridlar qilish men uchun eng muhim bo'lgan. Ya'ni o'sha orzu qilib yurgan narsalarni olish. Mana 2025-yilda 6 marta sayohat qilishni rejalashtirgandim, 5 marta sayohat qildim. Deyarli o'sha 80% maqsadni bajardim. Bitta uy olaman degandim, ikkita uy oldim, mashinamni yangilay oldim va hokazo. Ko'ryapsizlarmi? Nimaga? Chunki men aqliy energiyamni, bor fokusimni bitta narsaga yo'naltirdim, qolgan narsalarga emas. Va mana 2026-yil yana eng muhim oldimga qo'ygan vazifa shaxsiy brend bilan shug'ullanish. Ya'ni o'zimning shaxsiy brendim bilan, ijtimoiy tarmoqlarim bilan, mediam bilan ko'proq vaqt ajratish va shuni o'stirish. Men uchun yangi qanaqadir uy olish, mashina olish qiziq emas. Men uchun qanaqadir sayohatlar qiziq emas. Men uchun ko'proq pul topish qiziq emas. Men uchun yil oxirida eng men o'lchasa bo'ladigan natija bu meni shaxsiy brendim qanchalik kuchayganligi. Demak, xulosa nimada? Bitta maqsadga erishish uchun, ya'ni bitta maqsadingizga erishish uchun qolgan barcha maqsadlaringizga erishmaslikka rozi bo'lishingiz kerak qanchadir muddat. Misol uchun 1 yil oldingiz maqsad qo'ydingiz, ko'proq pul topaman. Bo'ldi. Sayohatlar, qimmat xaridlardan voz kechishingiz kerak. Rozi bo'lishingiz kerak sayohat qilmaslikka. Rozi bo'lishingiz kerak deylik qimmat sovg'alar oilangizga, oila a'zolaringizga bermaslikka. Tushunyapsiz? Endi yana bitta misol bilan tushuntiraman. Deylik sizda biznesingizda qanaqa big dominoni aniqlaysiz, ya'ni eng muhim vazifani aniqlaysiz. Sizda 3 ta vazifa bor. Reklamani ko'paytirish, yangi produkt ishlab chiqish yoki sotuv jamoangizni tuzish. Bu yerdagi eng muhim vazifa, ya'ni prioritet nima? Eng muhimi, misol uchun deylik, siz reklamangizni ko'paytirdingiz. Yangi produkt ishlab chiqdingiz, lekin sizda sotuv jamoasi bo'lmasa, foydasi yo'q. Reklamangizni ko'paytirganingizni, ko'p zaifkani olib kelganingiz yoki ko'proq mijozlarni jalb qilganingiz, baribir sotadigan inson yo'q. Shuning uchun bu holatda nima bo'ladi? Sotuv jamoasini tuzish eng muhimi bo'ladi. Qolgan hamma narsani unutasiz. Agar sizda sotuv jamoasi bo'lsa, undan keyingi eng muhim vazifani aniqlaysiz va o'sha siz uchun eng muhim prioritet bo'ladi va qolgan hamma narsani unutasiz. Demak, xulosa nima? Bu videoni olishingiz kerak bo'lgan xulosa, ko'p maqsad qo'yish sizda tarqoq energiyaga olib keladi. Ya'ni sizni o'sha aqliy energiyangizni ko'p narsaga yo'naltirishingizga olib keladi va ko'p narsaga yo'naltirish sizga hech qanaqa natija olib kelmaydi. Bitta prioritet tanlash bo'lsa, sizga tez va katta natija olib keladi. Bu videoni ko'rganingizdan keyin sirasiz qilishingiz kerak bo'lgan vazifa 2026-yilga oldingizga maqsadlar qo'ying yoki keyingi 3 oyga qo'yishingiz mumkin, keyingi 6 oyga qo'yishingiz mumkin. Hamma har xil qo'ying. Misol uchun men har yili maqsad qo'yaman. 1 yillik maqsad qo'yaman. 3 yil, 5 yillik emas, har 1 yillik maqsad qo'yaman. Siz o'zingizga qulay bo'lgan muddat tanlang va shu muddat uchun maqsad qo'ying. Ikkinchisi, o'zingizga savol bering. Nimani qilmasam, qolgan barchasi qilishning foydasi yo'q. Ya'ni maqsadlaringiz ro'yxatidan qaysi birini qilmasangiz, qolganlarini qilishingizdan foyda yo'q. Shuni aniqlab oling. Va bu siz uchun big domino bo'ladi. Big domino aniqlaganingizdan keyin shuni ustida ishlashni boshlang va qolgan hamma narsani unuting. Va shu tartibda maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun kimdir har yili kichkina hamma yo'nalishda maqsad qo'yib o'zini ustida ishlaganda ko'ra, siz bitta yo'nalishga fokus berib, ulardan uzoq muddat, ya'ni 5-6 yillik uzoq muddatda o'tib ketishingiz ehtimol juda ham yuqori bo'ladi. Va aynan mana shu narsani men o'zimni qo'llaganimdan keyin, mana ketma-ket 5 yildan beri shu narsani o'zimni qo'llab kelaman, juda katta natija
beradi. Shuning uchun vazifani bajaring. O'ylaymanki, video foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.